Jelatin, agar va pektin bularning bir-biridan nima farqi bor? Jelatin bu jonzotlardan olingan quyultiruvchi modda bo'lgani uchun buni halol va haromi ham bor. Shunga juda ham ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha agarda halol sertifikat bo'lmasa, olmagan ma'qul. Jelatinning kuchli va kuchsizlari ham bor. Jelatinni qaynatish mumkin emas. Jelatin 50-60 darajada o'zi erib bo'ladi va 15 gradusdan pastida mahsulotlarni quyultirish boshlaydi. Agarda jelatindan jem tayyorlaydigan bo'lsak, bizda shunaqa bilqilab turadigan jele paydo bo'ladi. Bu jelatinning bitta minus tomoni 15 gradusdan tepada, ya'ni 30-40 darajada bu yana qaytib suyulishni boshlaydi. Agar quyultiruvchisi bu dengiz o'tlaridan tayyorlangani uchun bu mahsulotga halollik sertifikati shart emas, bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Agar 95-100 darajada eriydi, shu sababdan agar ishlashi uchun buni qaynatish kerak bo'ladi. Agar bitta zo'r tomoni juda ham tez mahsulotni quyultirib, qotirib beradi. Agar quyultiruvchisi bilan jem tayyorlaydigan bo'lsak, ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan mazali marmeladlar tayyor bo'ladi. Marmelad tayyorlash uchun ko'proq jelatin emas, agar to'g'ri keladi. Pektin quyultiruvchisi mevalardan tayyorlangani uchun bu mahsulotga ham halollik sertifikati talab qilinmaydi, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Pektinning kuchi agar va jelatinga nisbatan birozgina pastroq. Shu sababdan mahsulotni quyuqlashtirganda birozgina cho'ziluvchan va kremobrazniy qilib quyuqlashtiradi. Jemni faqatgina pektin yordamida quyuqlashtirilganda jem cho'ziluvchan, kremobrazniy, nonni surishga qulay teksturada bo'lib chiqadi. Sizga yana qaysi mahsulot haqida batafsil ma'lumotlar qiziq? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi safar ko'pchilikka qiziq bo'lgan mahsulot haqida gaplashamiz.